Burekni zo'r kompozitsiya bilan pishirishni o'rgataman. Bu usulda pishgan bureklar og'izda eriydi. Tovuq go'shti solingani hisobiga yegan odam halol go'shtdan qilinganmi, yo'qmi deb o'ylashga umuman yo'l qoldirmaydi. Agar burek ichiga cho'ziluvchan sir solsanglar, har bir tishlaganingizda cho'zilib chiqadi. 3 ta katta lavashni 18 bo'lakka bo'lib oldim. Bureklar kichkina bo'lsa, dasturxonga tortilayotganda ham va yeyilayotganda ham qulay bo'ladi. Har birini ichiga 2 osh qoshiqdan masalliq solib o'radim. Agar sizlar ham shu burek tayyorlab ko'rmoqchi bo'lsanglar, mani o'rash usulimdan foydalaninglar. Bu usul eng optimal yechim. Bureklar ustiga tuxum surib, bezak uchun kunjut sepdim. 2 xil kunjutdan foydalandim. Oq kunjut, qora kunjutdan. Sizlarga qaysi kunjutdan sepganimni ko'rinishi yoqdi. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Oldindan qizdirilib qo'yilgan 180 gradus gaz pechiga 10-12 daqiqaga qo'yamiz. Bureklar tayyor. Hali ham videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, men sizga yoqib qolganim aniq. Bu videoni yaqinlaringizga ham yuboring. O'zingiz ham obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Yoqimli ishtaha.